badiiy kechalar o'tkaziladi. Kitobxonlik haftaligining asosiy maqsadi kitobga bo'lgan muhabbatni oshirish, yoshlarni kitob bilan do'stlashtirish va ularning ma'naviy barkamol inson etib tarbiyalashda bo'lsa o'rni boshqa uning uchun. O'g'lim otashimdan yaralgan uchqun, qizim parilardan chehrasi gulgun, yuzlari lolam deb yashaydi o'zbek. Quyosh sening jismingda, onajonim tafti bor, onalar ko'kmusidan yashnab ketadi bahor. Hayot kitobimni bexos varaqlab, men o'tgan umrga achinmay qo'ydim. Tabassum o'rnida kuldim charaqlab, kuyish kerak bo'lsa telbachasi chiqar. Imkoniyatga ega bo'ladi. Shuningdek, sizlarni ochiq osmon ostida kutubxona loyihasi bilan tanishishga chorlayman. Bu maskanda ochiq havoda Yerda turli ertaklar, hikoyalar, darsliklar bor. Ammo hozirgi zamonda kitoblarni faqat qog'ozda emas, balki telefon, planshet yoki kompyuter orqali ham o'qish mumkin. Buni elektron kutubxona deb ataymiz. Kitobga bo'lgan e'tibor juda kuchaymoqda. Fondlarimizni jamlashda, masalan, yangi adabiyotlarimizni boyitishda, ayniqsa siz kitobxonlarni o'rni, qiziqishingiz bizga juda ham muhim. Yuram qaydan olding, yuragimga muhabbat kuyini solding. Boy chechagim, qora qosh, boy chechagim. Kitoblar sovg'a qilindi. Har xil badiiy, sohaga oid ertak kitoblari. Bu yil hisobiga 115 ta badiiy va sohaga oid kitoblar sovg'a qilindi. Cho'chma jigarim, o'z uyingdasan. Bu yerda na g'urbat, na ofat, na g'am. Bunda bor harorat, muhabbat va shafqat va mehnat nonini ko'ramiz baham. Sen yetim emassan, uxla jigarim. Lola ochildi bahor chog'ida, qizlarang yoydi tog'u bog'da, quyosh qildi unga termilib, yurak quvnaydi lolani ko'rib. Varrak bo'lib aylasin parvoz, satrlaring tushgan abqavot. Madhing kuylay to'yga olib so'z, quvonchimsan go'zal bahorim. Salqin saharlarda bodom gulida, binafsha labida yerlarda bahor. Qushlarning parvozi, yerlarning nozi, baxmal vodiylarda qiladi bahor. Yonib aniq. Sug'uribdi yuraging va chopdi qiz tomon ketayotib, yiqilibdi yo'lakka, til kiribdi qo'ldan chiqqan yurakka. Yomon yiqilmadingmi? Aqlligim do'mbog'im, buni eshitib bir seskanib ketibdi. Qiz oldiga yeta olmay, shu joyda jon beribdi. Yotaversin bu maxluq, yotganicha umrbod. Tug'ilmasin bunday zot. Kitob o'qimagan kun, yashalmagan umr. Kitobxonlik ma'naviyat ko'zgusi. Inson hayotida kitobning o'rni beqiyosdir. Kitob bilim manbai, aqlni chorqituvchi, ma'naviyatni boyituvchi baho xazina hisoblanadi. Kitob o'qigan insonning dunyoqarashi, fikrlashi teran bo'ladi. Shu bois ham kitobxonlik inson ma'naviyat ko'zgusi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. lardan biridir. Kitobxonlik haftaligi davomida sizlarni turli tanlovlar, uchrashuvlar va qiziqarli loyihalar kutmoqda. Barchangizni kitob o'qishga, bilim olishga va yuksak ma'naviyat sari intilishga chorlab qolamiz. So'z bilan ko'ngil tubiga kirish mumkin. So'z bilan toshbag'irlarni eritish mumkin. Muhammad Yusuf o'z so'zi bilan xalqimiz yuragidan joy olgan. O'z so'zi bilan gapni ayta olgan ijodkor edi.
yozilgan Hoshimjonning sarguzashtlari keltirgan kitobga agar o'qigan bo'lsanglar, o'qimaganlarga kitobni Kitob o'qimaganda, diplom ishlayotmaganda aytadi. Bekor kitob o'qimabman, kitob o'qishim kerak edi deb tashlaydi. So'nggi pushaymon o'zingga dushman edi. Hozir mana sizlarda shunday sharoit bor. To'rtinga boshqa maktablardan keldingiz, to'g'rimi? Shunaqa chiroyli sinfxonalarida Anor sening yuzlaring suluv, xumor sening ko'zlaring suluv, yodda qolmas so'zlaring suluv, mehr qolur, muhabbat qolur. Oqib ketdi suvlarda tog'i, Zuhro yig'lab qoldi qon bag'ir, kelganda ham qiyomat. Bunda bulbul kitob o'qiydi, bunda qutlar ipak to'qiydi, bunda ari cho'kiladi bor, bunda ishlar topaz iqbol, bunda Tuman axborot kutubxona markaziga o'zimizni badiiy kitoblarimizni kitobxon haftaligi doirasida topshira olamiz. Kutubxona faoliyatini zafarlar tilab qolamiz.